Mana shu Jiguli bori menga rosa to'xta. Aka, assalomu alaykum. Qanaqasiz? Azvoqtimi? Aka, ko'pchilik aytadi, mana shu tirikchilikda kam pul topadi deb o'ylashadi. Nechta ishlaysiz aka? Bo'ladi, Allohga shukr aka. Allohga shukr. Allohga shukr. Bormi aka, kuniga bir 300 ming topasizmi? 250 ming, 250 ming gap yo'q. Mana oilalari bilan ketayotgan ekanlar. Mana shu inson bitta like bosib qo'yinglar. Mana tirikchilik yurtdilar. Aka, qiyin emasmi? qiyin bo'lsa iloji yo'q. Bola chaqani boqish kerak. Qalaysan? Aqshani qaranglar shirinligini. Aka, balon ham yetib ketdi. Bo'ldi, Amitkan bilan kelishib oldi. Balonga kelasiz, to'g'rimi? Bitta balon mendan, aka. Inshaalloh hali kuchayib ketasiz. Bundan ham zo'r mashina haydaysiz. Mana brat, tinch bo'ling. Mencha bratgacha qoyil qoldim, bora. Nima yordam kerak desam, hech qanaqa yordam kerak emas. Men rasm uch olsam bo'ldi siz bilan otdilar. Oilaviy qilishar ekan bu biznesni. Orqada ayollari, bir 3 ta chami farzandlari ham o'tiribdi. To'la bola mashinani borib. Men baxtliman do'stlar. Farzandim bor, oilam bor, non tuzim bor har kuni. Ishim ham bor do'stlar. Qoldim endi bir xillardan nima yordamni so'rasangiz, hammasini aytishadi. Ya'ni qarzim bor, mamlatim kasal, mashina olishim kerak deyshadi-yu. Bu odam samimiy inson ekan, lekin bora. Xo'sh, shunaqa insonlar ko'payaversin.